Dunyoda ro'y berayotgan so'nggi xabarlar bilan efirda xalqaro kundalik. Assalomu alaykum. Venesueladagi zilzila qurbonlari 235 nafarga yetdi. Venesuelada sodir bo'lgan zilzila oqibatida 235 ga yaqin kishi halok bo'ldi, kamida 4300 kishi jarohat oldi. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Rasmiylarning aytishicha, qurbonlar va jarohatlanganlar soni yanada ortishi mumkin, chunki minglab odamlar bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Venesuelaning shimoliy shaharlarida vahimaga tushgan aholi ko'chalarga chiqib, vayronalar orasidan bedarak yo'qolganlarni izlashga kirishgan. Poytaxt Karakas shimolida joylashgan La Guaira sohil hududi eng katta talafot ko'rgan joylardan biri bo'lgan. Mamlakatning asosiy xalqaro aeroporti ham shu yerda joylashgan bo'lib, zarar ko'rgani sababli yopilgan. Mamlakatning vaqtincha prezidenti Delsi Rodrigesning ma'lum qilishicha, poytaxtning ayrim hududlarida elektr energiyasi va mobil aloqa uzilgan, metro qatnovi to'xtatilgan, tabiiy gaz ta'minoti vaqtincha o'chirilgan. Maktablarda bir necha kun davomida darslar bekor qilingan. Ayrim ta'lim muassasalari vaqtinchalik boshpana va insonparvarlik yordami yig'ish markazlariga aylantiriladi. Meksika, Qatar, Braziliya, Ispaniya, Portugaliya va Kanada yordam yuborishini ma'lum qilgan. Ayrim yuklar allaqachon yo'lga chiqarilgan. Yordam tarkibiga qutqaruvchilar, harbiy mutaxassislar, kinologlar, tibbiy vositalar, suv tozalash uskunalari, samolyotlar va dronlar kiradi. Polshada ikki poyezd to'qnashib ketdi. Polshaning g'arbiy qismida ichida 200 nafar passajiri bo'lgan ikki yo'lovchi poyezdi to'qnashib ketdi. Bu haqda Polsha davlat axborot agentligiga tayanib TVP World xabar berdi. Mahalliy favqulodda xizmatlarning ma'lumotiga ko'ra, hodisa Buyuk Polsha voyevodaligidagi Pila tumani hududida joylashgan Bealosliv qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mintaqaviy poyezd Intercity poyezdining orqa qismiga kelib urilgan. Oqibatda Intercity poyezdining oxirgi vagoni hamda ikkinchi poyezdning bir qismi relsdan chiqqan. Favqulodda xizmatlarning ma'lum qilishicha, to'qnashuv vaqtida ikki poyezdda jami 200 nafarga yaqin yo'lovchi bo'lgan. Buyuk Polsha yong'in xizmati matbuot kotibi Martin Halash PEP agentligiga bir necha kishi jarohat olganini bildirgan. PKP Intercity'ning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, poyezdlar yuzma-yuz to'qnashmagan. Ular strelka orqali yo'l almashtirish jarayonida bir-biriga tegib ketgan bo'lishi mumkin. Dastlabki taxminlarga ko'ra, mintaqaviy poyezd Intercity poyezdining orqa qismiga urilgan, ammo hodisaning aniq sabablari hali rasman tasdiqlangani yo'q. 44 ming dollarlik noyob baliqlar bir zumda nobud bo'ldi. Xitoyning Usi shahrida noodatiy hodisa yuz berdi. Noyob va qimmatbaho baliqlar saqlanayotgan akvarium yorilib ketishi oqibatida qiymati qariyb 44 ming dollarga teng bo'lgan baliqlar nobud bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, akvariumdagi suv qisqa vaqt ichida to'kilib ketgan va baliqlarning aksariyatini saqlab qolishning imkoni bo'lmagan. Faqat bir necha baliqgina omon qolgan. Hodisadan katta zarar ko'rgan akvarium egasi vaziyatga noodatiy yondashgan. U nobud bo'lgan baliqlarning bir qismini restoranga olib borib, do'stlari bilan kechki ovqat uyushtirgan. Shu tariqa u yo'qotishning hech bo'lmaganda bir qismini foydaga aylantirishga harakat qilganligini aytgan. Akvarium egasining so'zlariga ko'ra, u kelajakda noyob baliqlar kolleksiyasini qayta tiklashni rejalashtirmoqda. Ushbu voqea esa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lib, ko'plab foydalanuvchilarni hayratda qoldirdi. Osmondagi sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o'raldi. Braziliya janubidagi Santa Katarina shtatida sayyohlar bo'lgan havo shari parvoz vaqtida yonib ketib, yerga qulab tushdi. Dahshatli hodisa oqibatida 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Al Jazeera nashri xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda havo shari alanga ichida qolgani, undan quyuq tutun ko'tarilgani hamda yerga qulayotgani aks etgan. Yong'in vaqtida 2 kishi havo sharidan pastga tushib ketgan. Santa Katarina fuqarolik politsiyasi rahbari Ulises Gabrielning ma'lum qilishicha, halok bo'lganlardan 3 nafari bir-birini quchoqlagan holda hayotdan ko'z yumgan. U bu manzarani qalbni larzaga keltiruvchi deb ta'rifladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, havo sharida uchuvchi bilan birga jami 21 nafar inson bo'lgan. Ulardan 13 nafari omon qolgan va turli darajadagi jarohatlar bilan yaqin atrofdagi shifoxonalarga olib borilgan. Uchuvchining aytishicha, yong'in to'satdan havo shari savatining ichida boshlangan. U darhol havo sharini yerga tushirishga uringan va pastlaganda yo'lovchilarga sakrashni buyurgan. Ammo alanga juda tez tarqalgani sababli ayrimlar havo sharini tark etishga ulgurmagan. Parvozni tashkil etgan Sabrivoar kompaniyasi uchuvchi katta tajribaga ega ekanini va u yo'lovchilarni qutqarish uchun barcha zarur choralarni ko'rganini bildirdi. Hodisadan so'ng kompaniya o'z faoliyatini noma'lum muddatga to'xtatgan.
Siz dunyoda ro'y bergan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.